bularni ekish bo'yicha ko'p bora tavsiyalar aytganmiz, anaqa qilganmiz, tushuntirganmiz mana. Shunday olamiz buni. Haqiqiy 185. Mana narxini ko'ryapsizlar, to'la. Chaqilishi, mag'zi. Maydasidan ham olib chaqamiz. Mana ko'rib turibsizlar. Haqiqiy o'sha X185 Xitoy navi bular. Mana shulardan baholasa mana so'ragan aka-ukalar bor. Bularda biz olib borib egalariga taqdim qilamiz. Bularni ekish, qanday ko'kartirish, qanday boq qilish bo'yicha tavsiyalar berib boramiz. Mashlardan kim ekishni xohlasa, chegaralangan tartibda urug'larimiz bor. O'sha maxsus bu shilipopka bo'lmagan. Mana bozorlarda ko'rsangiz, mana buni yuzlarini silliq qilib reklama uchun olib chiqadi. Bu unaqa qilinmagan. Bu boshqacha navimiz. Bu boshqa navdan olib keldik. Mana shu qopimiz o'zida qo'limiz tutib boyni olamiz. Mana hammasi aralashtirib chiqaramiz. Mana hammasi 185. Chaqilishi. Kimga qiziq bo'lsa bizga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Buni urug'larni ekib, ko'kartirib, boq qilish uchun qolaversa, ko'chat biznes bilan shug'ullanuvchi aka-ukalarimizga tavsiya qilgan bo'lardim. Bulardan eksangiz o'sha 1 yil davomida tayyor bo'lib qoladi, xudo xolasa.